Uzul PHP dersiga 29 qism MyCircle sandanğa uçur qıstırış. Asasliq insert into buyruq cümlesi arqılı sandanğa uçur qıstırmaz. Mesela bunun grammatikasi qaraydigan bolsaq, bu yerda sandan jadval nomi keldi. Uning qimmati qimmat 1, 2 mandalatiki buning qimmatini berdik. Andan keyin masalan buningki ko'pligan sandan jadvaliniki uchurlarimiz bilan qimmat bergan vaqtimizda holatda bunun qimmat berdik. Andan keyin buning amaliy misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda sandan ulangandan keyin buningki ulanmaganligiga bir hukm qilyaptik. Andan keyin MyDB degan sonliq uchur jadvaliga ulangandan keyin biz bu yerda masalan aslidagi nomi Peter, familiyasi Peter, ismi Griffin, yashi 35 bo'lgan uchurni biz bu yerda o'zgartdik. Qimmatning o'rniga. Buningki o'zgartish shaklini bu yerdagi kod orqali o'zgartish ilib bordik. Andan keyin insert html deb maslamaniki uchur qismida bu yerda 2 dona kirgizish orqali 3 dona kirgizish orqali bu qimmatni kirgizgan bo'lsak, bu insert php ga yo'llangandan keyin insert php da buningga masaldagi uchurlarni shu o'qish, miyada yo'llash, andan keyin sandandagi uchur nomi bilan yo'llangan uchur nomini o'zaro almashtirish ilib berib, oxirida bir dona uchur qo'shildi, ya'ni bir dona uchur qistirıldi degan uchurni bizga ko'rsatib